Demak, hurmatli o'quvchilar, mana ekranga fizika fandan milliy sertifikat uchun imtihon bo'lib o'tayotgan. Barchalaringizga omad tilayman. Imtihonda nasib bo'lsa, ustozlarimizni, o'rtoqlarimizni ishonchli qilib chiqishlaringizni tilakdoshman. Bilim olgani yaxshidir, kitobdir do'sting. Bilimli bo'l doimo, omad kular keng. Sir sinoat bo'lmagay ochadi yo'ling. Baytul hikma bilimgoh dunyolarga teng. Fanlarning 4-5tasi olmoqlik ta'lim. Kelajakning mevasi bo'lmoqlik olim. Ishonchingni oqlar u ustoz muallim. Baytul hikma hamrohing doim. Niyat. Demak, hurmatli o'quvchilar, barchalaringizni avvalambor erishgan natijalaringizni tabriklayman. Bu nasib bo'lsa, kelajakka qo'ygan qadamlaringiz bo'lsin, eng kichkina yutuqlaringiz bo'lsin. Baytul hikma akademiyasida biz bilasizlar, barchalarimiz challenge e'lon qilgandik. Demak, challengeimizga asosan bizda tayyorlanib, A yoki A+ sertifikatini qo'lga kiritgan o'quvchilarimizga 1 million so'm pul mukofoti beramiz degandik. Bizda tayyorlangan Burun va Aziza o'quvchimiz A sertifikatini qo'lga kiritganligi uchun 1 million so'm pul mukofotini yutib oldi. Aziza, tabriklaymiz. Aziza, tabriklaymiz. Bu eng kichkina yutuq bo'lsa, mana pul mukofoti. Men Burun va Aziza Baytul hikma akademiyasining fizika fandan tayyorlanib, fizika fandan A natijani qo'lga kiritdim. Hammalaringizga Baytul hikma akademiyasiga kelib tayyorlanishlaringizni maslahat beraman. Baytul hikma hamrohing doim.